Men bu narsani buyrakdagi filtratsiyasi uchun beraman. Asosan qayerga olib keldingiz endi? Siz uchun eng kerakli bo'lgan joyga olib keldim. Do'stim, buni siz faqat ozish uchun yoki ves saqlagan ishlatasiz, to'g'rimi? Hop. Diyetologiyani yaxshi bilasiz. Men bu narsani buyrakdagi filtratsiyasi uchun beraman. Asosan bodring, shu narsani esdan chiqarmang. Bodring bu buyrakdagi filtratsiya, kreatinin, mochevina miqdorini sozlab, pasaytirishda muhim rol o'ynaydi. Demak, bu buyrakning eng kuchli do'sti ekan o'rtada. Bu drakonni vazifasi nimadan iborat? Bu ajdarho mevasi asosan ikkala tipdagi qandli diabetni davosi hisoblanadi. Eng qizig'i yoshartirish xususiyati nihoyatda kuchli. Ayniqsa onaxonlar, otaxonlar, yosh yigitlar, qizlar iste'mol qilish shart bo'lgan meva toifasiga kiradi. Oddiy mana shu apelsin bir haftada 8 kilogramdan 10 kilogramgacha ozishga yordam beradi. Ya'ni qani kechki ovqatni o'rniga 4 ta, 5 ta, 2 ta holatingizga qarab yeydigan bo'lsangiz, birinchi navbatda yog'larni eritadi, ikkinchi navbatda hazm qilishni juda ham yaxshilaydi. Qabziyati bor insonlar ayniqsa juda ham foydali bu.